13-birinchi savol. Natriy gidroksid eritmasiga 2 molarli natriy gidroksid eritmasiga yarim mol karbonat tangib turilganda o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi. Olingan eritma yana 0,1 mol karbonat tangib bilan ta'sirlashi ma'lum bo'lsa, dastlabki eritma hajmini aniqlang. Demak, bu yerda ikki bosqichda boradi esa. Birinchisi natriy gidroksid karbonat tangib bilan ta'sirlashi natriy karbonat va suvni hosil qiladi. Xo'p, hosil bo'lgan natriy karbonat oshib qolgan karbonat tangib bilan suv ishtirokida ta'sirlashib natriy gidrokarbonatni hosil qiladi. Endi bu yerda mana shu ikkala tuz hosil bo'lgan. Mana bundan ma'lum bir miqdor bu reaksiyaga kirishmasdan qolgan. Shu kirishmasdan qolgani yana 0,1 mol karbonat tangib bilan ta'sirlashyapti. Oxirida baribir natriy gidrokarbonat hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda bitta mahsulot hosil bo'lgan oxirida. Shuning uchun biz buni bitta reaksiya orqali ishlab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni natriy gidroksid bilan karbonat tangib ta'sirlashganda faqat natriy gidrokarbonat hosil bo'lgan deb ishlab qo'ysak bo'ladi. Yarim mol edi. Yana 1 mol ketdi. Ikkalasi 0,6 mol. Demak, 0,6 mol karbonat tangib sarfladi. 0,6. Xo'p. Dastlabki eritma hajmi demak 2 molarli mana bu natriy gidroksidni hajmini aniqlashimiz kerak. 1 molga 1 mol karbonat tangib sarflansa 0,6 molga qancha natriy gidroksid ketadi desak 0,6 mol bo'ladi. Demak, 0,6 mol natriy gidroksid sarflangan. Uni hajmini topib qo'yamiz. 2 molarli degani 2 molimiz 1000 ml ichida bor degani. 0,6 molimiz esa 300 ml ichida bo'ladi. To'g'ri javob A. Keyingi masala. 0,6 mol karbonat tangib ishqor eritmasiga yuttirilganda 1,2 mol nisbatda 4,4 gram o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi. Ishqor formulasini aniqlaydi. Demak, metal gidroksidimiz karbonat tangib bilan ta'sirlashganda metal karbonat va metal gidrokarbonat hosil bo'ldi. 1:2 nisbatda. 1:2 nisbatda. Hop. Bu yerda biz tengdan olishimiz mumkin. Bu yerga 4, mana oldiga 3 qo'yib. Shu yerda suv ham chiqqanligi ma'lum. Vodorodimiz 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda vodorod 2 ta bo'lyapti. Suv qo'shib qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Kislorodimiz ham shunda teng bo'lsa kerak. 3 ga 2 oldi, 10 ta bo'lyapti. Bu yerda 9 ta, bu bilan 10 ta bo'lyapti. Endi shunda 0,6 mol karbonat tangib sarflandi. Ikkala tuzning massasi 104,4 gram. 3 molda qancha deb ikkalasini proporsiya qilsa bo'ladi. Ikkalasiga, ya'ni proporsiya qilishdan avval tenglama tuz olsak bo'ladi. Metallar 4 ta, demak buni 4x deymiz plus. Buni massasi 60 plus. Buni massasi 61, ikkitasi 122 bo'ladi. 104'ü 3'e ko'paytirib 0,6 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda 522 ga chiqadi. Endi 522 dan 122 ni ayirgan bo'lsam 400, 400 dan 60 ni ayirgan bo'lsam 340. Demak, 4x imiz 340 ga teng. X teng 85 bo'ladi. 340 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak. Demak, bu rubidiy metalga to'g'ri keladi. Metal gidroksidimiz rubidiy gidroksid bo'lgan.